man Matluba Bozorovaman. Buxoro viloyat hunarmandchilikni rivojlantirish markazi rahbariman va yana ana shu umrboqi meros bugun bo'layotgan tadbir targ'ibot markazini Buxoro viloyat bo'limi ikkita tashkilotning rahbariman. O'zi asli men birinchi men tashkilotim 96-yilda Buxoro viloyat hunarmandchilikni rivojlantirish markazini tashkil etgandik. Asli missiyamiz shundan iborat ediki, o'zbek xalqining madaniy merosini, moddiy madaniy merosini saqlab qolish, rivojlantirish va uni kelajak avlodga yetkazirish. Undan kelib chiqqan maqsad vazifalarimiz shundan iborat ediki, yo'qolgan san'at turlarini, hunar turlarini tiklash, yoshlarga o'rgatish, ishchi o'rinlari yaratish yoshlar o'rtasida. Umuman biz bu ishni boshlagan paytimizda biz hali Buxoroda barmoq bilan sanalar darajada hunarmandlar bor edi. Biz ana shuni boshlagandan keyin bu bir katta assotsiatsiya bo'lib tashkil etildi. Ana shundan keyin biz avval o'rgandik, qarib 60 dan ortiq hunar turlari yo'qolib ketgan bo'lgan bizda. Biz ana shuni tiklashga erishdik desam xato qilmayman. Chunki mana keling bugungi mavzuga agar qaratadigan bo'lsak, nimamizni ana shu Buxoro o'zbek ipak kashtachiligini umuman deyarli yo'q edi. Men o'zi asli muzeyda ishlagan paytimda etnograf sifatida men ko'p ko'rganman bu narsalarni. Mana shu eski kolleksiyalarni, xalqimizni qadimiy hunarmandchiliklarini ko'rib, men shu bo'limda ishlagan bo'lganman, etnografiya bo'limida. Va yuragim og'rir edi, qanday qilib shuni tiklasak deb. Keyin men mana shu ishlagan paytimda Birlashgan Millatlar Tashkiloti bilan UNESCO bilan birgalikda hamkorlikda olib borib, mana qayerdadir grant loyihalari nimalar asosida bitta shu qilgan yutuqlarimizdan bittasini yana aytmoqchiman. Shu Shoferkon kashtachilik maktabini, G'ijduvon kashtachilik maktabini tiklashga muyassar bo'ldim. Bu borada men ko'p mana chet xalqaro ekspertlar bilan birgalikda treninglar, darslar o'tkazdik, izladik, o'rgandik. Mana necha xil masalan shu kashtaning usuli imенно shu ipak kashtachiligining usulini necha xil turlari bor. Masalan, tikish bo'yicha igna do'zi, bigiz do'zi, qars do'zi, yo'rma do'zi, iroqi, Urgut maktabi, Shoferkon maktabi, Surxondaryo maktabi, Shahrisabz maktabi, juda ko'p maktablar bor o'zbek kashtachiligini. Men shularga urg'u bergan holda aynan biz shu o'zimizning muzey kolleksiyalari asosida bor bo'lgan narsalarimizni misolida mana biz mana shu Buxoroga xos bo'lgan Buxoro kashtachilik maktabini tikladik. Bu asosan ko'pincha biz urg'uni mana Shoferkonga berdik. Shoferkonni o'ziga xos bo'lgan usli o'sha Qars do'zi maktabi, Basma do'zi, mana shu maktablarni tikladik. Mana o'sha tiklab borib, hozir mana shu Shoferkonda yaratilayotgan deyarli menimcha 400 ta 500 ta ishchi o'rini yaratilgan. Bu yerda hozir bugungi seminarda hozir bular o'zlarini chiqishlari bilan qatnashadilar. Bular mana shu o'zlari xalqaro darajada bularning mahsulotlari xalqaro bozorga, dunyo bozoriga chiqdi va mana shu dunyo bozoridan o'zini o'rniga ega bo'ldi bular. Har doim mana bular ko'rgazmalarda qatnashib, bular to'g'risida kitoblar yozilgan. Bular mana o'sha o'zbek kashtachiligining milliy katalogiga kirgizilgan. Bugungi mana chiqishlari bilan o'zlarini ko'rsatadigan kashta do'zlar. O'zimni oxirida aytmoqchimanki, balki men yaxshi yashadim. Qanday desam, shuncha nima iftixor menimcha Ipak ziravorlar festivalini asoschisiman, muallifiman. Mana mehnat shuhrat ordeni shu uchun taqdirlanganman. Hozir ham mana ishlayapman. Masalan, yoshlarga yordam beraman, motivatsiya beraman va mana shu o'zim faoliyat ko'rsatgan davrimda 500 dan ortiq o'zbek hunarmandlarining mahsuloti UNESCOning xalqaro sifat belgisi sertifikatga ega bo'lib 500 ta mahsulot, o'zbek hunarmandlarining 500 ta mahsuloti mana shu nimaga yetgan darajaga yetdi. Shu proyektlarda ishlaganman, nima qilganman. Shuning uchun men kashtachilikni qaysi nimasini desalar aytib bera olaman hammasini. Rahmat sizga.